3 yoshli bu bola onasining ko'kragini qattiq tishlab olgan. Hattoki u to'satdan baqirib yuborardi. Nazoratni yo'qotganda o'yinchoqlarni sindirardi. Hattoki hech bir sabab bo'lmasa ham buvisiga shapaloq tortib yuborardi. Shunga qaramay, tarbiya bo'yicha mutaxassis doktor Vu uni farishta bola deb atagan. Tarbiyaviy choralar vaqtida doktor Vu bolaning qarshiligiga qaramay, uni tizzasiga o'tkazib mahkam ushlab turdi. U bolaning qo'llarini mahkam ushlab, unga hujum qilishiga yo'l qo'ymadi. Bola qancha yig'lasa ham, yolvorsa ham, hattoki hojatxonaga chiqishi kerakligini aytsa ham, doktor Vu sokin ohangda "Bu yoqqa kel, men qarayman" deb javob berdi va uni qo'yib yubormadi. Bola qancha iltijo qilmasin, u faqat "To'xtashing kerak, jim bo'lishing kerak" deb takrorlardi. Barcha talablarni rad etardi. Asta-sekin bolaning yig'isi susaydi va butunlay tinchidi. Bola qichqirmaslik va urmaslikka va'da berib, bosh irg'itgach, doktor Vu uning bir qo'lini qo'yib yubordi. Bola go'yoki butunlay boshqa odam bo'lib, sokin holda kutib turdi. Atigi 3 soat ichida zo'ravonlikka moyil bola muloyimlashdi va hatto ta'zim qilishni ham, minnatdorchilik bildirishni ham o'rgandi. Doktor Vu tushuntirishicha, doimiy talablar bu bolaning kattalar bilan nazorat uchun raqobat qilish usulidir. Tarbiya jismoniy cheklovni ham o'z ichiga olishi kerak. Bu orqali bolaga signal beriladi, lekin unga hujum qilinmaydi. Bola to'liq tinchlangach, uni qo'yib yuborish va qoidalarni aniq tushuntirish kerak. Bolaning isyonkorlikka esa aslida onaning mehriga bo'lgan kuchli sog'inch sabab bo'ladi. Agar sizning farzandingizda ham shunday muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, bunday muolajani olib borishdan avval albatta psixolog bilan maslahatlashing. Agarda shu kabi tarbiyaviy amaliy mashg'ulotlar bilan tanishib borishni istasangiz, Telegram kanalimiz va Instagram akkauntimizga a'zo bo'ling.